Assalomu alaykum. Men Nomoddiy madaniy merosning xalqachilik ijro san'ati saqlovchisi Zumrad Madrimovman. Xalqachilik san'ati Xorazmning san'ati hisoblanadi, chunki Xorazmdan boshqa joylarda uchramaydigan dunyo bo'yicha yagona san'atdir. Xalqa so'zi arabcha o'qimishli, ustoz ma'novarini anglatuvchi so'z. Xalqa Xorazmda ikki turga bo'linadi. Birinchisi diniy kitoblarni o'qiydigan, marosim va ma'rakalarda rahnamolik qiladigan, xalq orasida ma'rifat tarqatadigan otinoyi yoki bo'lmasa xalqalar ko'zda tutiladi. Ikkinchisi bu sevgilar kuylar qo'shiqlari, qadimiy musiqa madaniyatini xalq oldidagi ijodi namunalarini targ'ib qiluvchi xalqalardir. Xalqalar kuy qo'shiqlar to'qib, bastalar ijro qilib, sozandalik mahoratiga ega bo'lib, ayollar davrasida ularni madaniy ehtiyojlarini ma'nan to'ldirib keladigan ayollar xalqa hisoblanadi. Xiva xalqalarini boy madaniy ijodiy merosi tilshunos, musiqashunos va etnograflar tomonidan o'rganib kelingan. Hozir ham o'rganilmoqda. Niyoz Yusufovni notaga olishdagi xizmatlari alohida diqqatga sazovordir. Xalqachilik san'atini rivojlanishida Ravshan Yunusovning xizmatlari juda ham katta. Bu navqiron san'atni saqlab qolinishida qo'llanma sifatida uni olti xalqa, Xiva xalqalari nomli kitoblaridan foydalanib kelamiz. Xalqa san'atini saqlab, rivojlanib kelinishida, ommaga keng tarqalishida Xiva xalqalarining ham o'rni beqiyosdir. Zokir Madrahimovni Targ'uncha kitoblari shu kungacha qo'llanma sifatida xizmat qilib keldi. Saparvoy Ro'zimbayevning Ojiza nomli kitobi ham shular jumlasidandir. Demak, erkak va ayol sozandalarning bir-biriga o'xshash va farqli tomonlari mavjud bo'lsa ham, kuy usullar, musiqa asarlari, shakli va matni jihatidan badiiy merosning umumiy xazinasini tashkil qiladi. Xorazm xalq qo'shiqlarining ajralmas qismi bo'lib kelgan xalqachilik san'ati qadimdan ustoz shogirdlik an'analariga amal qilgan holda og'izdan og'izga, avloddan avlodga o'tib sayqal topib kelmoqda. Ravshanbek Yunusovning kitoblarini notaga olishda Qadambay Rahimovning roli, xizmatlari juda ham katta. Xiva xonligi davrida xotin-qizlarning turmushi alohida chegaralangan. To'rt devor ichida hayot kechirayotgan ayollarimiz o'zlarini yurak tuyg'ularini, qo'shiqlarini piyola, o'ymoq, tarelka, qayroqlarda, qoshiqlarda, torli va damli asboblarsiz doira chilib kuylab kelganlar. Doira Xorazmda tap-tapa aytiladi. 19-asrning ikkinchi yarmida ruslar bilan o'zbeklar bordi-keldilar boshlangan. Ularga tilmosh qilib Qozon tatarlari xizmat qilishgan. Tatarlar orqali Qozon garmonlari kirib kelgan. Xorazmda deyarli 2,5 oktavaga yaqin diatonik tovush qatorli garmon asbobi soz ham deb atalgan.
Buni ijro qiluvchi erkaklar esa sozchi deb atalgan. Mana shu garmonni chalgan ayollarimiz xalpa deb atalgan. Xorazmda garmon chalishni birinchi yillardan bo'lib Qurbonota Ismoilov o'zlashtirib olgan va Qurbon sozchi deb nom olgan. Safar Mug'anniy, Sheroziylar ham shu davrda garmon bilan kuylay boshlaganlar. Hozirgi kunda Abdusharif xalpa, Abdusharif sozchi davom ettirib kelmoqda. 19-asrning oxiriga kelib, Xonimjon xalpa Said Ahmad qizi 1895-yildan boshlab to'ylarda soz, garmon chalib kuylay boshlagan. Erkaklar garmon chalib sozchi nomini olgan bo'lsa, ayollar garmon chalib xalpa nomini egallashgan. San'atkor xalpa hamda erkak sozchilarni o'xshashligi faqat umumiy sozda emas, ularni ritmikalarda, ijro uslublarida ham bir-biriga tutashgan, yaqinligi sezilib turadi. O'xshash tomonlarni ko'p kuzatishgan. Xorazm qo'shiq termalari, g'azal va laqablarni har ikki soha ham barovariga teng o'rin tutganligi buning dalilidir. Qurbonota Ismoilov Qurbon sozchi, Safo Allaberganov Safo sozchi 1882-yilda tug'ilib, 1938-yilda vafot qilgan. Nadirim Yaqubov Nadirim sozchi, u esa 1890-yilda tug'ilib, 1973-yillar soz chalib shuhrat qozongan. Bu san'atkorlar hali butungacha xalqalar tomonidan eslanib, ulug'lanib, ustoz sifatida tilga olinadi. Xonimjon 1899-yilda tug'ilib, 1952-yilda vafot qilgan xalqalarimizdan hisoblanadi. Anajon xalqa, ana shular 1885-yilda tug'ilib, 1952-yilda vafot qilgan. Anabiy qori Ojiza, ya'ni Anabibi Otajonova 1899-yilda tug'ilib, 1958-yilda vafot qilgan va ularning o'nlab sabdoshlari xalqimiz tomonidan e'zozlanib kelingan.